Vay qo'shnam. Voy qo'shnim, bormisiz? Yo'qolib ketdingiz. Qanday tuzliqma chitola. Voy, yaxshi qo'shnim, ajab ko'rish bo'lamidi? Voy, shimdisli qo'shnam, aldirashchilar. Oy. Voy, qo'shnim, nima ish bo'ladi? Sizga bir dadim to'kay deb telefon qilmamdim. Nim bo'lla? Qarang jinim qo'shnim, ma bizning odam 15 kun bo'ldi, ma uyda yana yo'q qarang. Voy, bu uyni men o'zim yolg'iz tutadigan o'xshayman. Voy, jinim qo'shnam, bor rohatni o'zdirapsiz-ku. Bizning ayga o'xshashma bekor tomay ko'zlarga chirvas qanday qildilar? Hey jinim qo'shnim, bu erkish deganingcha uyda o'ltag'inimi yaxshi-ki? Voy, sizlar shunda deylar qo'shnam. Lekin bekor tomay ko'zlarga chirvasa, ichillari pushib qoldi. Ma bizning adamni bekor tomay ko'zamga chirib elib, bayatin qoqshab yurib, aran chiqarib etdim bu odamni. Hey qo'shnim, bir gap desam, faqat ko'nglingizga kelmasin. Bu uyda bir onda o'ltirayotgan erni nima ishmi qilasiz teshig'i haydab? Voy, tushunmayli qo'shnam, sizlar tushunmayli. Aşağıda desangiz turib o'ylab qoldim. Voy, bu ishimizning eri olmishmi qasobga? Qo'shnam, aşağıda bek bilan bek. Shuni daga. Keldi, qo'yib etdim. Öy tozlab o'taga o'xshamamsiz. Ha, ishta qilyapti. Baya tozlayotgan ya shu kenda. Qarang, men sizga dey, siz anglang. Öyünü bu tazlaganda qarang, astoydilroq tozlang. Mayadiki ma dashqal qaqashdek chiqmabdi. Kirlarni yaxshi chiqarib akilang bo'ldi, men qilay. Voy, o'zim qildim. Yo'q bo'ldi, men qilay. Voy, ben nima ish qilsam qiynalib qilmay o'zlarining ishlarini qilib bo'lmam-da. Voyjon, voyjon. Hey, ma uy esingizda borka? Nalar judingiz? Voy, esimdanmay, nada bo'ladi? Shu qo'longa taqqan uzukni, somkadagi pullarni tepib, mana cho'gilab keldim. Ish qilib silni cho'gilab kiysizlar desam, jiroqqa boramayli. Mush ishikning bu so'g'isini cho'gilab jirlar. Hey, daptaranglagan, eshak angirgan yerjugicha, ma erog'anki uyda o'ltirib baqsangiz nim bo'ldi? Qarang, men sizga dey, siz anglang. Men mush talatsiz yurib uy ishlariga ancha-muncha yordamlashib o'zimni chiniqtirib turmasam, shu maydamgimi, dumbamgimi doni xo'rak chiqadigan bo'lib qoldi, deng. Aras, mana sizga og'ash keldim. Bu mushiningga o'xshash chiqmagan kirqot, doshqol, qaqach, qosmoq, kirlarni onamansiz ko'z chiqirib yetgan. Bu o'zing kirib bo'g'ish qapoqlaringni suzib chiroyimga qarabmi qo'ymay, qo'g'lab chiqarib o'tamsan-mi uyda? 5 chiqirib yetadi deydi. 5 chiqirib yetadi deydi. Oldin qaytim ichiganni ko'rmaganma, hech narsani chiqarmaydigan narsani ichirib, mushnimi joylab qolanmagan. Ma uyga oyda yilda bir qaytim kelasiz. Ma uyda nemish bor, nemish yo'q, hech bir qaringiz yo'q. Bir yordamlashib qo'yaymi demaysiz, ha? Qarang, men sizga dey, siz anglang. Men odatda mush uyda sizga yordamlashib, putingizga put, qo'lingizga qo'l bo'p, ancha-muncha qozonbeshlarga o'tib, tomoqlarni ichishmasam, mush o'zimni sal kishdek qilib qoldim-da. Balla, ma jiganda odamjoq chaplashib o'ynayli, chaplashib. Voy, bir nima ish qilsam jobodek chaplashib olmay o'zlarining ishlarini qisilib bo'lmam-da. Voyjon. Hey. Bir ishni unutib qolibdim. Ma balla meni keldi deb ustalab qo'yibdi-ki, men gachida shakirib o'ynab kelay, ha? Voy, yana nega? Hozir kirib. Ma jamba sal qasmoq qilib ketibdi. Men chiqib, yengiroq jambadan ikkina kirib o'ylarni tirsidlik qilib etay. To'xtasizlar. Men o'tasizlar. Sizlar ismlarning ma'nosini bilmamlar. Ha? Ismlar bir erkin bo'lgandikin, manda teshig'i chiqib, o'zlarining ishlarini qilib, erkin ozoda o'ynab, ko'ngillarni xush qilib cheslar bo'lmam-da. Sening qulqin gasmo yo dasmo? Bayaq men nima deyapman, shu og'ini bilan meni keldi deb jo'zrasa qo'yibdi. Men shu yak bir qilamda birdan o'ltirib olardan ko'rishib kirmandim. Endi ismi Mamra deb atganni hech shu o'yindan chiqmay o'ltasam, men sirtning ishlarini kim qildi? Hey, ma ayni vaqtda men sizni menga hamra bo'lamdiki, ma bir ish qilsam hamdamda bo'lamdiki deb tekkan. Hey, siz mushta kunda meni uyda yolg'iz qo'yib, o ish bu ish deb chiqasangiz, qo'yib olgan sizga 100 kilo alamsiz, ha? Siz mening ismimga tekkanmi yoki jismimga tekkanmi? Ishqilibchi. Sizlar ba'zi jihatda qolsizlar. Ma tam qo'shnimizning erigichi. Faqatla yetmaylar. Bilib olsizmi? Men to'y qilgandan boshlab bag'o hozir shu gapni da'vatim. Tam qo'shnimizning ayoliga faqat o'xshamaysan sen. Voy, sizmi shu? Ma tam qo'shnimizning eri kunda ayoliga yordamlashib, tomoq ichib beradigan, uy tozalashib beradigan vafodor erkak. Qarang.
Mama baka-bakadan tala tüzüge çıkıp pul tapıma dep sizni yalğız koyup yağız qilishning ta'mini bir tetit-tetime. Undan keyin mening qadrimga yetsiz, juma. Voy, ish qilib tamxo'shnimizning eri o'zlarini xil yaxshi. Teshiga chiqib, manda pul tepib, oilasini qamdaydi. Sizlar-chi, sizlar? Sizlar nima qillar? U odamning manda chaqasi etiva, sepiva. Sizlar bekor to'may uydan chiqmaymish, quruq to'xudek uydan ichida yotdilar. Qara, bu kürktok to'qqan tuxumdek uydan talab chiqmay sabat o'tiraverganlar, sirtikishda kim qiladi, pulni kim topadi? Men nima yeymiz biz? Oshini o'ylashmamsa, men kallanning ustidagi nima? Ha? Hey, ma qo'shnimizning eri ayolga yordamlashib ish qilish bergan 5 ta munavar 3 kinishkilik erkak mundaq er. Men sizga deb qo'yay. Mening siz degandekiligi ism zotim yo'q, sepimma chiqmaydi, menda dast bo'lmagandan keyin. Mayliqi chiket, pash, undash, tirnoq, savol belgisi, mahraj, surat degandek narsa men shu. Voy, memosini yomon demidim qarsizlar. Sen meni yomon demoqchi-ku shundan-ku. Meni tushunib baqsang bo'lmamda. Voy, ish qilib tamxo'shnimizning eri. Voy shu tamxo'shlarning eri 4 ta munavar 5 ta layoqatlik 8 ta ala bo'lgandan keyin mashqimda aylanib chiqsang ashoga chiqsa, ashoga chiqib asho qo'shlarning eri bilan bir o'tib olaman. Jab davadi kallani ag'ritma bu. Hey, ma meni tushunib baqsangiz deyim bo'ldi. Odam degan odamning tishi qarmaydi. Odam degan odamning ichi qaraydi. Odam degan odamning tishi qarsa, bo'ldi. Qilib bo'lmaydi. Voy, memosini yomon demidim. Faqat shu bir olsa. Voy shu sen meni yomon demoqchi shundami? Ey, men seni tushunmadsam, 400 da turgan o'rib qopmay 6-7 yil yetib kelsam, anda sen meni o'ytibdak bo'ldi. Hey, xijil bo'lmaymish gapni dedingiz-a? Men qarang, ma qo'lingizni chiqarib sanab yiqma, ma to'ydan keyin menga hamra bo'lgan vaqtingizni. Shu vaqtda men mening hissiyotimni tushunasiz. Men shu to'ydan bir sizga kunim amra bo'lib, og'inlarim chaqaga yalarga bormay, sizni shu uyda yolg'iz qolmasin deb, sizning qo'lingizga qo'l, putingizga put, bo'p shunda yugurishdim ishlarning hammani men qilsam, siz yana meni nim bo'lsin demoqchamda, mendan nima kutmoqchamda? Ish qilibchi, sizlarga nima desam beka, baribir o'zgarmaydi. Hey, ikkimiz to'yqanni hisoblab baqdim, 2 yilning yaqin 187 kundek bilib yuribman-ku. O'ylab baqa, hammani tushunib baqsam bo'lmamda. Davatgan gapini qara. Hey, menchu qarang, yana sizning qo'shnimizning erdak bo'lishingizni umid qilaman. Men sizga deysiz, anglang. Meni shu tam qo'shnimizning eriga selishtirib, zodi nima maqsadga yetmoqchisiz? Ish qilib sizlarga tekkandan beri turmushning hech qanday ma'nosini his qilib boqmadim men. Hey, bo'ldiqsan olarmiki endi? Ajiba mening deganim xatoma? Men shu sizning deganingizni to'g'ri deb, o'ppidi qitli tam qo'shningizning eriga bir o'zgarib bergan bo'lsam, lekin men unday vina yo'q-da. Ish qilib tamxo'shnimizning eri o'zlaridan yaxshi. Hey, menda bir kallamga aql kelib qoldi. Qo'shnimizning eri ishlamagan kuni uyiga chirib, azroq bir ta'lim tarbiyat chiqamli-ya. Senchi bo'lsiz, men atidan boshlab, sirtqim chiqmay, pulni topmay, qo'shlamning uyiga kirib, qo'shlamning xotliq chiqib, qo'shlamning eri bilan yetib qopab, bir yil, 2 yil ashunda uyg'unib, ashunga o'xshash ayog'ini ma'voga kirib, sen bilan o'ytisam bo'ldi ekanda. Voy, buru, shunda qilishingiz kerakdi. Sizning bu gapingiz sal chekdan ishib ketdi, juma. Mening mush jabba tatib, attigan demay, kechlimay sirtlarga chiqib, pul tepib, jabba tatishimizdan nima uchun? Bizning baxtli kelgusimiz, go'zal turmushimiz uchun emasmi? O'ylab baqmamsan. Hamra, men qarang. Pul degan ikkimizning turmushiga yetarlik bo'lsa bo'ldi. Men shuningga masalda xotin bolalarga hamra bo'lgan vaqt bo'lish kerakmi, yo'qmi? Ha? Men sizga deb qo'yay, sizda zot ozroq bir masala bor. Men sizga dey, siz anglang. Sizning nima demoqchi o'g'lingizni men endi tushunganda qilaman. Men mushuncha bola uy ishlarini qilib, japa tortib, erlik majburiyatimni ado qilib, sizning atrofingizda paypitak bo'lib cho'gilab yursam, siz oxirgi gap meni sizda cho'qim bir masala bor deydigandek tursiz, ha? Voy, angladim. Gaplarni bek bilan angladim. Aksh uyda 100 li hisobma. Xotin bolalarga hamra olsa hisobma. Hey, men sana attiganni bir necha qitim tushundirma. Men endi sana amra olma deb atidan kechki uydan dalab chiqmay o'tarsam, pulni kim tepadi, biz nima yeymiz? Men kunlik iste'mol sevimiz kunni-kuniga ish vatidi. Sirtdan ishlarni kim qildi? Men kallarni ishiltib o'ylab baqsam olmamda. Qiynatam gap qilib beramda ishlarni. Voy, ish qilib siz meni bek umidsizlantirdingiz. Endi bo'ldi, bas, ha? Ish qilib o'zlari faqatla akshiga o'xshamaydi. Ey, og'zingni yum, hozir tur. Xo'p. Nim qilsa to'xtang.
Nim bu? Men sizga dey, siz anglang. Ayol kishi degan uyni hergiz bundaq tutmaydi. Elinga. Ma tom degan nima? Bu chevanning poqomo yoki mushukning poqomo. Uyni mushunda tutgan bormi? Ay bu uyni bunda tutsangiz, biz qasmoqlik kesiliga giribdi bo'lib, ma do'st birodar el og'inlaringiz bolduroq o'lib ketib qolishingiz mumkin. O'ylab baqdingizmi? Yollardagi jambani elivesizlar. Sizlarga gap qilyaptimi? Yollardagi jambani elivesizlar. Qanda ishdan qo'lida ishdan put ishlamam temanda menga pirib kirib kelib menda menga ketib ishlarni qilsam. Sizlarning qo'llarini mandaq qitli so'slar, iyaga yetib elivesizlar. Men bu dishqoqdek chaplashmang, akshi o'g'anki ishimni qilib qo'yib, ishimni qilaveraman. Qarang. Men sizga dey, siz anglang. O'ylarni tozlaganda bulon pushqaqlarga jambini tirnoq yo'gab, sirib tozlasak pokiz chiqadi, tushundingizmi? Mishada o'ttirma. Yordamlashmamla. Nima? O'zing qila xotin kishi o'g'an. Yordamlashmamla. Ma aksi degan sirtning ishlarni men cho'ng ishlarni qildi. Nadiki o'y ishlarini sanmay, menga ishini qilib qo'ymoqman. Chirab, menga dasqa suv ichib baslar. Men pesni aytib deyman. Ha, nim bo'ldingiz? Birdamda o'pki tuberkuloz bo'lib qolgan xotindek bet. O'ttamay. Kirib tashlab bo'ladi. Hey, oshxonadagi jumak men kirib ochmasam tushmaydigan jumakmikan, dasga ko'tarib chiqmada qilsam tushida achiqa. Sizlarni dasni ko'tarilmaydigan bo'lib qolibdi kelma, chirib ijizlashim bo'lmaydi. Ajab to'yg'azdimi, ajab to'yg'azdi. O'yta chiqsam bo'lamda. Voy, menga yordamlashmamla. Unda bo'lsa men alog'ilarni 2-3 kunlik janub shimollarni xalga yalanib ko'zitib kelayman. Nega bor? Men sizga desam qarang, siz anglang. Men sizga suv ochqing dedim. Buni jambisi bilan ochqimiz. Men bu suvda hergiz o'zimning qo'lda ishtimni yuvmayman. Men ma o'ylarni tozalayman. Yana bir gap. Bundan keyin ma o'ylarni tozalaganda, ma gelamdagi qillarni birdan tizilib o'tirib, birdan tozalab chiqing, tushundingizmi? Shunda biz pokiz turmushga erisha olamiz. Voy isat siz bilan tutganmiz turmush. Voy isat siz bilan o'tgan bu umr. Voy isat ish qilib. Bo'ldi. Jambalaringizdan tayin yo'q. Men eng yaxshisi chiqib jambidan 2 tal akrab sizga uy tozalashdan qanday olduğunu bir ko'rsatib qo'yay. Ma ishgaldan chiqsam, alog'inlar telefon qildi. Men 15 kunlik Guangzhou boradigan ishim chiqib qoldi. Ma kappo'chmani xajlab, puling yetmay qolib qolsa telefon qil, qaring urib beray. Menga yordamlashmamla. Uy ishni men o'zim yolg'iz qilamda. Atdiganda bir kim so'zladim men. Aksiga sirtning ishini qilsa bo'ldi, uy ishtirgan xotin kishini qildigan ishi. To'liq bishim daqitmay qilayver adash. Nega borla? Yu a Guangzhou varna. Bunda. Amsma chapallarni elib olsizlar. Tutsizlar. Baldıroq yenib keladi jima. Guangzhou issiq olgan ekan, baldo yenib kelay. Voy men chiqib birdan bo'la bo'lmay o'zingizni giram qilib tuzashtirib bir xato chayga boramsiz, xato chayga boramsiz. Menga yugurib kirib bingshan qarab yoqing, juysay bormiki. Yo'q. Yo'q, odam burilla deydigan maysagan choyda ko'zingizda paqir tupmay. Akray, maylan tushitgashtiring. Voy, nimada olmaydiganda. Voy, qo'shnim. Voy, u chiqdi. Voy, jinim qo'shnim. Qandami chidiganlama, agi qandami chidiganlar. Voy, qo'shnim, bu uyni qanda tutqansiz, bu bilan. Ish qilib bizning putqa put, qo'lga qo'l bo'ldi. Maslining odamga o'xshash, menda modadek o'tirib olmaydi jima. Jinim qo'shnim, mening yo'ldoshimcha cho'ng spat o'tirib meni ko'ndirib qo'yibdi. Men maslining kunmigidek. Voy, men masliningki faqat kunmigidekmi jima qo'shnim, kunab qopdim o'zim eriga. Voy, biz a'lirimiz toza tushunmadikmi nima? O'shda bo'ldimi nima qo'shnim? Voy, bo'lmasa uylarimizni yaxshi tutib qolaylik qo'shnim. Astag'firullah. Asti telefon qilib akirib olaylik. Voy, akirib olaylik qo'shnim. Voy. Qadrlikim. Ne ketdingiz birdamda?
Oycan qaytib kiring ha, men qo'rqib ekanman. Voy adam bizden näket la? Ma öyde cüsey qamaptiken bir 1 kilo cüsey ağaçysızla. Ma maybek çüçüp ketdi cima. Ha işte gerek bolsula. Ay.